Aziz do'stlar, e'tiboringiz uchun hali shu obyektimizni soat millari 10 bo'lyapti. Ish to'xtatganimiz yo'q. Shu yerda ikkinchi qavati bo'ladi bu. Birinchi qavatini terib bo'ldik. Bo'yni ko'rsatgan shetimni bu ikkinchi qavati. Shu yerda bunday holatda biz qo'ymaymiz aslo. Biz nimalarni kiygizib, abjimlar qilib, joyli qilib beramiz. Xudo xohlasa oz qoldi. Hamroyimiz ham sekin charchamasdan qo'shilib qo'yib, faza va nolda o'tkazish uchun yo'l shtrabar qildik. Chunki pastda уже zazimini qo'qqaman deb ustalar simni urib qo'yishgan. E'tiboringiz uchun mana уже montajini qilyapmiz. Mana hamroyimiz tomda to'xtatmasi qilib, nasib bugun ishga tushirib topshirib ketamiz inshaalloh. Oz qoldi. Sizlardan like, podpiska hamda kommentariy kutib sog'inib qolamiz. Omad hammaga.